Assalomu alaykum azizlar. Mana Moskva vaqti bilan kechki soat 1 futbol o'ynayapmiz. 2-3 kundan beri futbol o'ynashga qaror qildik. To'p, butsa hamma narsalarni oldik. Ish vaqtimiz soat 12 gacha, kechqurun 12 gacha. 12 dan keyin dastavkalar to'xtaydi. Bundan keyin xudo xolasa har kuni 12 dan keyin iloji boricha harakat qilamiz futbol stadioniga kelib. Mana shunaqa cho'tka chim bor, katta, hech kim yo'q. Mana shu yerga kelib turib, qaynalari ochib futbol o'ynab, yugur qilib, bo'lmasa odam juda holsizlanib, sport bilan shug'ullanmasa, mana shunaqa bo'laveradi. Chunki eskida yoshligimda ancha sport bilan shug'ullanganman, turnir kurs, mana shunaqa narsalar bilan anchadan beri bunaqa narsalar qilmay qo'yganim, даже futbolda yaxshi o'ynayman. Hozir даже to'p tepolmayapman to'g'risi. Demoqchi bo'lganim, mana shu bizning YouTube kanalida qo'llab yuboringlar, sizlardan iltimos. Yaqinda xudo xolasa zo'r videoroliklar olamiz. Mana shu musofirda yurgan akalarimizga hamma mana shu musofir ochiq hayot haqida juda qiziqarli videoroliklar olishga harakat qilamiz. Buning uchun hamma kerakli anjomlarni olganmiz. Prosta ozoq ssenariy yozib, u bu birikda hamma kamchiliklar to'g'rilab, o'shalarni to'liq bartaraf qilganimizdan keyin uzoq bilan bir haftalarda xudo xolasa qilamiz. Endi bitta kamchilik qo'ygan, iPhone'ning eng so'nggi rusumdagisini olishimiz kerak. Hozir ishlatib yurgan iPhone 12 Pro. Xudo xolasa iloji boricha kuchimiz yetganicha 17 olamiz, bo'lmasa 16 Pro Max olishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa mana shu hafta oyligimiz chiqsa, bitta o'shani olsak, xushtobi videolar kачественный tiniq bo'lishi uchun o'shanga harakat. Xudo xolasa keyingi haftada nasib yaxshi qiziqarli videoroliklar olamiz. Naryoqda sherigim o'zimni родной bo'lam bo'ladi. U ikkalamiz bitta joyda dastavkada ishlaymiz. Ya'ni 3 oy 4 oy bo'ldi. Topishlari ham zo'r. Dastavkada ishlashimiz to'g'ri, bizniki aslida kechqurun 12 gacha bo'ladi. Chunki 12 dan keyin o'zimiz xohlaganmiz, bonuslar ko'p bo'ladi. Kechki vaqtda o'shaning hisobiga dastavkada kechqurun 12 gacha ishlaymiz. Prosta sizlardan kerakli narsa faqat videolarga like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib ketsangiz juda qiziq bo'ladi. O'zimni родной bo'lam bo'ladi. Ikkalamiz formachalarini to'pni oldik. To'pni 3000 rublga oldik. Kara degan to'p, fakat bu yangilib ketdi, bilak oyoqqa moshina tegmayapti. O'shaning hisobiga mana shu yerda musofirda o'zimiz ovutib yuribmiz. 12 dan keyingi bo'sh vaqtda mana futbol o'ynaymiz. Borib Instagram, YouTube, bu narsa chiqilayotgandan foydali narsalar bilan shug'ullangan ma'qul deb o'yladik. Bu oyog'imizdan sport masterdan ketalarni oldik. Maxsus futbolni. Biz bularga to'p yoqmayapti hozir, dami ko'p deyaptimi? Oyoq chiqib ketganda oyoq oxirgi yil 10 yil bo'lganmi o'ynaganingga. Oyoq bechora erta nima bo'ladi, nima qo'yadi. Mana shu katta shahar tashqarisida. O'zi mana bu shahar, chit joyda-da, hech kimga mishat qilmaymiz, aholi gapirmaydi. Mana shunaqa chotka joyda. Xudo xolasa futbol o'ynashni boshlayapmiz. Ikkalamiz shu bu yerlar mana bu tomon metro Luxmanovskiy tomon. Bu yerga shu ketgan. Lermontovskiy prospekt, mana bu tomon Lermontovskiy prospekt. Biz o'sha tomonda kvartira turamiz. Mana katta minora turibdi-ku, domlar. O'sha tomon 6-5 etajga domda turamiz biz. Xudo xolasa bunga ko'chat degan gaplar bor. Eski domlarlar, bo'lgan shu yangi domlar. Xudo xolasa o'tib qolarmiz biz ham. Короче, sizlardan iltimosim shu videolarga like bosib, o'zlar fikrlaringizni qoldiringlar, bizni qo'llab-quvvatlayinglar, iltimos obuna bo'linglar. Tez kunda juda qiziqarli videoroliklar taqdim etamiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr.